Assalomu alaykum. Kunimiz zaryažniy o'tish uchun nima qilamiz? Ertalabda bitta eliksir tayyorlab olamizda o'zimizga. Bismillah. 300 grammda menimcha molka kofesini tap bosib olib bismillah deb onamizda mana ostonadan sakrab o'tib oldi. Gullarimiz mana ochilib qolibdi. Настроениyalar zo'r. Chunki birinchisi onam duosi bilan bo'lib, ikkinchisi bir zo'r eliksirni ichib yo'lga otlandi ishga. Men avtobusda ketasan, yengil mashina bor-ku desa, birinchidan o'zimning mashinam yo'q. Bundan nolimayman. Ikkinchidan avtobusda ketishda o'zini vaybi, mazasi bor. Avtobusim ham bo'sh. Bemalol keling. Kechga tan sababli do'konimiz ozgina borkatalar. Inshaalloh hozir chiroyli qilib borka qilamiz. Hamma yoq har xil joyda turibdi. Allohga shukr. Joyimiz toza poksa. Allohning rahmati, barakati qoladigan bo'lib chiroyli bo'lib qoldi. Shunday qilib uborkalarni qilib olib ishni boshladik. Ustozimiz vazifa berdi, shuni chiroyli qilib joylashtirib ilib qo'yish. Mana ustoz bergan vazifa ham tayyor bo'ldi, chiroyli qilib yopishtirib oldik. 12 sensor, 12 Pro sensor, iPhone 11 Pro. Eshitdimi? Eshitilyapti? Hech nima yo'q. Ovoz yo'q-a? Endi hozir men sizga ishlaydiganini ko'rsataman. Nima eshityapsiz? Shilchoqali, to'xtaqli. Ishlaydigan kolonkadan shuna ovoz chiqadi. Ani ishlamaydigan kolonka. Sulxov ishlamayapti, mana uni tekshirasiz, ishlamadi, demak, mana o'sha taqib birinchi buni almashtirib ko'rasiz. Endi sozlash jarayoni. O'qib yubordimi? Bu shaltoqlari bilinadi. Yo'q joyda bilinmaydi buni shaltoqlari.